Jahon Chempionati 2026 oldidan qiziq voqealar, Cannavaro maoshi, rekord mukofot pullari va FIFA atrofidagi bahslar. Assalomu alaykum, aziz futbol muxlislari. Siz Bor Gap Podcast YouTube kanalidasiz. Jahon Chempionatiga sanoqli kunlar qolar ekan, futbol olamida qiziqarli va bahsli xabarlar ko'paymoqda. O'zbekiston terma jamoasining tarixiy ishtirokidan tortib, Fabio Cannavaroning maoshi, FIFA atrofidagi muhokamalargacha bugungi eng muhim yangiliklarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Cannavaro dunyoning eng qimmat murabbiylari orasida. Nufuzli manbalar ma'lumotiga ko'ra, Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti yiliga 10 million yevro maosh bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. Uning ortidan Germaniya ustozi Julian Nagelsmann 7 million yevro, AQSh terma jamoasi bosh murabbiyi Mauricio Pochettino 6 million yevro, Angliya bosh murabbiyi Thomas Tuchel 5,8 million yevro maosh oladi. Eng qizig'i, O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ham yiliga 4 million yevro maosh bilan top 5 ro'yxatdan o'rin olgan. Bu ko'rsatkich hatto Fransiya ustozi Didier Deschamps, Gollandiya bosh murabbiyi Ronald Koeman va Argentina terma jamoasini jahon chempioni qilgan Lionel Scalonidan ham yuqori. Bu esa O'zbekiston futboliga qo'yilayotgan talab va ishonch qanchalik yuqori ekanligini ko'rsatadi. FIFA Jahon Chempionati 2026 uchun rekord darajada mukofot pullarini ajratmoqda. Chempion jamoa 42,7 million yevro, finalchi 28,2 million yevro, uchinchi o'rin sohibi 24,8 million yevroni qo'lga kiritadi. O'zbekiston terma jamoasi esa musobaqadagi ishtirok uchun kamida 8,5 million yevro ishlab bo'ldi. Tayyorgarlik xarajatlari uchun ham alohida mablag' ajratilgan. Agar oq bo'rlar guruhdan chiqishga muvaffaq bo'lsa, bu mablag' yanada oshib boradi. Bu nafaqat sport natijasi, balki mamlakat futboli iqtisodiyoti uchun ham katta ahamiyatga ega. Mundial boshlanish arafasida yana bir bahsli holat kuzatildi. Ayrim manbalarga ko'ra, FIFA vakili jurnalistlardan musobaqa tashkilotchiligi bo'yicha tanqidiy savollarni kamaytirishni yoki umuman bermaslikni so'ragan. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabatlarga sabab bo'ldi. Chunki Jahon Chempionati 2026 tarixda eng katta chempionat bo'ladi. Jami 48 ta jamoa ishtirok etadi. AQSh va Kanada mezbonlik qiladi. Musobaqa bir necha vaqt mintaqalarda o'tkaziladi. Millionlab muxlislar harakati ta'minlanishi kerak. Transport, xavfsizlik, stadionlarga kirish, logistika va muxlislar uchun sharoitlar bo'yicha savollar tabiiy hisoblanadi. Shu sababli ba'zi jurnalistlar har qanday yirik turnir kabi tashkilotchilik masalalari ham ochiq muhokama qilinishi kerakligini ta'kidlamoqda. Endi e'tibor Kolumbiyaga qarshi o'yinga. Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi o'z tarixida ilk jahon chempionatini Kolumbiyaga qarshi bahs bilan boshlaydi. Butun mamlakat diqqati shu o'yinga qaratilgan. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu O'zbekiston futbol tarixidagi eng muhim sahifalardan biri bo'lib qoladi. Siz Cannavaroning maoshi o'zini oqlaydi deb o'ylaysizmi? O'zbekiston terma jamoasi guruhdan chiqishga qodirmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling. Bor Gap Podcast bilan futbol olamidagi barcha muhim voqealardan xabardor bo'lib boring.